Ey jononalar, yana qaranglar. Butun tanamizni egilib, bukilib, bo'ynlarimiz osilib ketgan, to'g'rimi? Biza o'zi aslida ozmoqchimiz. Bizadagi matka opущения juda ham hozirgi kunda dolzarb bo'layotgan savollardan bittasi. Matka opущения va tanamizni osilib ketishi. Matka opущениyaning sabablaridan birinchisi noto'g'ri pala-parchish, ketma-ket ovqatlanish. Ikkinchisi mana bu yerdagi bizani poзвоночнигimizni qiyshaytirib qo'yish, egib qo'yish, butun hamma og'irlikni matkaga olib kelib berish va popani qisib qo'yishadi oldiga qisib qo'yishadi, buni bukib qo'yishadi. Ko'rasizlar, avval holatda bo'lib qoladi va ko'kraklarni ham pastga mamnaqa qilib osiltirib qo'yishadi. O'shaning uchun bizni birinchi o'rinda menga intim gimnastika kerak faqat deb o'ylagan odamlar, gap faqat teshikda emas, gap bizani poзвоночнигimizdan boshlanadi. Mana bu yerdan boshlanadi o'rtoqlar. Buni to'g'rilashimiz kerak. Poзвоночнигimizdan to'g'rilashimiz kerak. Qornimiz diastazlarini biz qirg'izishimiz kerak. Mana bu yerdagi mushaklarimizni qotirishimiz kerak. Orqamizni qisishni o'rganishimiz kerak. Oldimizni qisishni o'rganishimiz kerak. Ana o'shanda siz intim gimnastikani to'liqonli qilayotgan bo'lasiz. Sizga ostiga rasmga olib tashlab, sizdagi diagnozni bilib beraman degan mutaxassislar aytib qo'ying. Sizlar ham o'shanaqa nolsizlar, o'shanaqasizlar. Endi ginekologga borib, analiz topshirib, ko'rinib, hamma shart-sharoitlarni bilib, to'g'ri ovqatlanishga rioya qilib, butun tanasi bilan kompleks ishlab, mana bu mushaklarni yaxshilab qotirib, liqillab yotsa oyoq, demak ichkarida ham liqillab yotibdi hamma narsa. Agar oyoq qattim bo'lsa, demak ichkarida ham qattim bo'ladi. Bu qattim bizani mushaklarimizni o'rtoqlar. Shuni bilib olinglar. Endi buni qisish, o'rganish vazifalarini biz polniy dars boshidan oxirigacha vujudga keltirganmiz. Endi qarang, teshik tor. Lekin mamyo dabdalasi chiqib yotibdi. Unda nima qilasiz? Unaqasi bo'lmaydi o'rtoqlar. Gap faqat teshikning og'zida emas. Gap ichkaridagi tonus mushakda. Ana o'sha mushak hammasi bo'shab, ochilib ketgan bo'ladi, yumshab ketgan bo'ladi, shalvarab ketgan bo'ladi. Ana o'sha mushak yig'ishtirilib, qotib, zichlanadi. Tushunasizlarmi? Zichlanadi. Mana bu yerdagi sheyka zichlanib keladi oxirigacha. Agar sheykani atrofidagi hamma mushaklar kelib zichlanmasa, siz shlankada tortadigan apparatli gimnastikalaringiz ham, lazerli gimnastikalaringiz ham, lazerda qiladigan 2-3 oyga yetadigan, ular ham sizga foyda bermaydi. Bilib qo'yinglar, lazerda qiladiganinglarni mushaklari baquvvat odamlar, soppa sog'lom, mamlatlari baquvvat odamlar, sal-pal mushaklari bo'shagan odamlar qidirsa bo'ladi. Lekin bo'shashib ketgan, qo'g'lari osilib ketgan, 2-3 darajaga yetgan ayollarimizni siz polniy tonusni hammasini qotirishingiz kerak bo'ladi. Hamma mushaklaringizni zichlashingiz kerak bo'ladi. Qars 2 qo'ldan chiqadi o'rtoqlar. Polniy ishlashimiz kerak. Ma'mini joyiga keltirishimiz kerak. Ma'mini qotirishimiz kerak va oxirida ana o'zi sekin ko'tariladi. Agar bu yerdagi tonusli mushaklar hammasi ko'tarilib qotmasa, sizlarda yana o'shaning uchun operatsiya bo'lgandan keyin intim holatinglarni tushib ketishi, ichidan havo chiqib ketishi. Men bugun emayman. Bugun tog'ga chiqaman. Bugun bunaqa qarab turaman degan holatdagi pozitsiyalaringizda o'shanda po'qqit havo chiqib ketib qoladi. Tushunasizlar? O'zingiz bilmagan holda, uyalgan holda. Lekin bunaqa havo chiqib ketishi 3 oy, tug'ruqdan keyin 3 oygacha bo'lsa, u normal holat. Bu matka o'zini tiklab olguncha shunaqa holat bo'ladi. Lekin 3 oydan keyin ham sizda vaq qilgan havo chiqib ketadigan bo'lsa, ostingizdan. Lekin sizda уже bo'shashyapti. Voy, tur, sen harakatingni qil, orqangni qis, mashqlaringni qil, pitanyeni to'g'irla deyapti. Tushunasizlar?
keyin ichi qotadigan ayollarimiz ichinglarni to'g'irlab yumshatmaguninglargacha sizlarni har tualetga kirganinglarda ichinglarda qattiq bo'shanib kuchanaversanglar, sizlar oldi tomonga, matka tomonga, opusheniyega kuchanib yordam berib olasizlar, yana ham o'zi bo'shab yotgan matkani tushib ketishiga. Tushunyapsizlarmi? Onlayn darsimga qo'shilsanglar, hammasini batafsil o'rganasizlar.